Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Ma'qulovman. Sizlarga bugun juda shoshilinch xabar yetkazmoqchiman. Ham ogohlantirish, ham xabarnoma, ham tavsiya bu. Ko'sak qurti o'tgan yilga nisbatan bu yil 2 barobar ko'proq ko'payishi va zarar keltirishi kutilmoqda. Sababini tushuntirib beraman. O'rtoqlar, sababi o'tgan yilgi uchgan kapalak soni bu yil ham shuncha uchishda davom etdi. Uchgan kapalakni qalinligi, feromonga tushish zichligi o'tgan yilgi ko'rsatkichni ko'rsatdi. Lekin bitta narsaga ahamiyat berib qaraylik. O'tgan yili 90% maydonimiz mahalliy navlardan tashkil topgan edi. Tasavvur qiling, o'tgan yilgi uchgan 5000 ta kapalak, bitta hududda uchgan 5000 ta kapalak 1000 gektar maydonga qalinlikda qo'nib tuxum qo'ygan va shundan qurt chiqib zarar keltirgan. Endi tasavvur qilinglar, bu yil shuni 50% Xitoy navlariga to'g'ri kelyapti. Kapalaklar Xitoy navi bilan mahalliy navni farqini juda yaxshi ajratyapti. Xitoy navlariga tuxum qo'yish darajasi 4-5% dan ortmayapti, lekin qolgan 95% kapalak mahalliy navlarga o'tib tuxum qo'yyapti. Bu degani o'tgan yili 100 gektar maydonga tuxum qo'ygan kapalaklar bu yil 50 gektar maydonga qo'nyapti va shunga tuxum qo'yyapti. Bu degani ko'sak qurtini qalinligi o'ta qalin, o'tgan yilga nisbatan 2 barobargacha yuqori bo'lishi kutilyapti. Bu prognoz, bu kimlardir hozir Xudo saqlasin, bu avvalo Xudodan, bu vahima qilyapsiz deb har xil gaplarni gapirishlari mumkin, lekin biz mutaxassislar oldindan kelayotgan prognozni sizlarga yetkazishga majburmiz va shunga tayyor bo'lishga biz ogohlantiramiz. Avvalo bu hosil sizlarniki. Shuning uchun mahalliy nav ekkan fermer xo'jaligi rahbarlari zudlik bilan paxta maydonlariga boramiz. Paxta maydonlarida kunlik nazorat o'tkazamiz. 1, 2, 3 yosh kapalak tuxumini ko'sak qurtlari уже rivojlanib chiqdi. Kapalak yoppa uchish boshlanganiga 10 kundan o'tdi. Hozir 1, 2, 3 yosh qurtlar barcha maydonlarda ko'rinyapti. Hozir menga telefon kelayotgan fermer xo'jaliklari barchasidan prognozni olyapman. 1, 2 yosh qurtlar juda ko'p, tuxum juda ko'p hozir paxta maydonlarimizda. Hammamiz g'alla bilan vaqtincha chalg'ib qoldik va maydonlarimizni ko'zdan kechirib qo'yaylik. Endi kimdir aytayapti, harorat 40 darajadan oshib ketsa ko'sak qurti yo'qolib qoladi. Yo'q, yo'qolib qolmaydi. Nisbatan 10-15% ga ozgina pasayishi mumkin. Sababi to'g'ridan to'g'ri quyosh tig'iga qo'yilgan tuxumlarning palata bo'lishi kuzatiladi, lekin hasharotlar hayot uchun kurash natijasida hozir barg orqalariga, tana qismlariga asosiy tuxumlarni qo'yyapti. Bu degani kapalak ko'sak qurti o'z-o'zidan to'xtab qolish ehtimoli yo'q degani. Shuning uchun barchamiz ko'sak qurtiga qarshi kurashaylik. Ko'sak qurtiga har xil preparatlarni bilib bilmasdan ishlatish bu juda xavfli oqibatlarga olib keladi. Misol uchun bir marta noto'g'ri preparatni qo'llab qo'ydingizmi, safyor bir marta adashadi degan maqolga to'g'ri keladi. Sababi ikkinchi marta kimyoviy vosita ishlatganingizgacha bu maydonda 30%, 40% hosilni yo'qotib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun ishonchli preparatlar bilan, zudlik bilan, faqat sistemli preparatlar bilan ishlashni tavsiya qilamiz. Ikkinchisi, hozir shu kunda g'alla maydonlari bo'shadi. G'alla maydonlarimizdagi o'rgimchikkalar shundaycha paxta maydonlarimizga ko'chib o'tdi. Deyarli barcha maydonlarimizda o'rgimchikkana bor. O'rgimchikkana yo'q maydonni o'zi yo'q hozir. Faqat shunga kimdir vaqtida ishlov beryapti, kimdir vaqtida ishlov bermayapti. O'rgimchikkana bilasizlar, havo harorati 40 darajadan oshgandan keyin 2 barobar tez ko'payadi va 2 barobar tez tarqaladi. Buni inobatga olishlaringizni so'rayman.
o'rgimchiklarga ham qarshi ishlovdi. O'z vaqtida ishonchli preparatlar bilan o'tkazamiz. Uchinchisi, mana havo harorati 44, bugun 44 darajagacha berilyapti. 40 darajadan o'tgandan keyin paxta o'zi tabiiy ravishda stress holatiga tushadi. Bu degani hosil elementlarini shakllantirish to'xtaydi. Hattoki harorat 44-45 darajaga yetib boradigan bo'lsa, shu maydonlarimizdagi paxta, g'o'zani hollari bor shonalarni ham pastga tashlashni boshlaydi. Bu g'o'za uchun, hayot uchun kurash tizimi hisoblanadi. O'zini hayotini issiqdan qutqarish uchun bor energiyasini shu issiqlikda o'zini saqlash uchun sarflaydida, energiya yetishmagandan keyin shonalar to'kila boshlaydi. Bu barchamizni yodimizda tursin, hayolimizda tursin. Shunga qarshi ishlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun gormonal suspenziyalar bilan barg orqali oziqlantiramiz. Chunki barg orqali o'simlik oziqlantirilganda 4-5 soat deganda berilgan o'g'itimiz, suspenziyamiz barg hujayralarigacha yetib boradi. Yetib borgandan keyin nima bo'ladi? O'simlik uchun bu oziqa bo'ladi, energiya bo'ladi. Shu energiya hisobiga tanasidagi mavjud shonalarni, ko'saklarni, gullarni saqlab tura oladi. Shuning uchun kimga hosil kerak bo'lsa, hosil elementlarini tashlab yuborishni oldini olish kerak bo'lsa, bu haroratda barg orqali suspenziya sepishlarini tavsiya qilaman. Suspenziya ham qanday suspenziya? Tagida azot, fosfor, kaliyni solib qo'yib, yana bargidan azot, fosfor, kaliy sepganimiz bilan bu befoyda. Karbamidni, selitrani, kaliyni, amofosni eritib sepishimiz bu befoyda. Sababi o'simlik ildiz orqali yetarlicha olib turibdi. Endi hozir barg orqali imkoniyat bo'lsa, tarkibi organik kislotalardan tashkil topgan yoki murakkab yuqori atom massa elementlari bilan to'yintirilgan suspenziyalarni har 8 kun, 9 kunda sepishni tavsiya qilamiz. Bular qanday suspenziyalar? Misol uchun, biz hosil 33 va fosfodar suspenziyamizni beramiz. Bular tarkibida o'sha murakkab moddalarda hammasi 16 xil murakkab modda va 2 xil organik kislotadan tashkil topgan. Hamda hosil 34 degan suspenziyamiz bor. Bu faqat 3 xil organik kislotalardan tashkil topgan gormon. Bu to'g'ridan to'g'ri 2 soat ichida o'simlik tanasiga kirib energiya bera oladi. Barchalar endi paxta maydonlarini bugundan nazoratga olib, bugundan men aytgan tavsiyalarni bajarishga kirishlarini so'rayman. Avvalo barchalaringning xirmonlaringga baraka, oilalaringga tinchlik tilayman. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65, 94lik kodi bilan 302 32 36. Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ maslahatlashib o'zaro hamkorlikda ishlashimiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Istiqlol futbol stadioni ro'parasida, o'simliklar klinikasi. Bu videoni barchaga tarqatinglar, chunki vaqtimiz juda oz. Ko'sak qurtini paxtadagi birinchi avlodi juda qalin tarqalishi kutilyapti. Barcha bundan ogoh bo'lishini so'rab qolaman.